Skоворodkani tozalashning ajoyib usuli. Skоворodkani gazda qizdiring. Qizigandan so'ng ustiga to'liq yuzasiga oddiy limon kislotasini seping. Keyin ustidan ehtiyotkorlik bilan oddiy sodani seping. Reaksiya boshlanadi. Shovqin va ko'pik ko'rinadi. Nam salfetkalarni oling, skоворodkani to'liq yopib chiqing. Butun yuzasini qoplagan bo'lsin. Ustidan oddiy 9% sirka quying. Reaksiya kuchayadi. Ko'proq ko'pik chiqadi. 20 daqiqa kuting. Salfetkalar o'zgaradi. Bu degani vosita ta'sir qildi. Endi salfetkalar bilan skоворodkani arting. Barcha qora qotgan yog'lar va kirlar ketadi. Natija: skоворodka yangidek toza bo'ladi. Ushbu usulni eslab qoling. Sinab ko'ring. Yoqqan bo'lsa, like bosing va obuna bo'ling. Yana ko'plab foydali g'oyalar bor. YouTube kanalga profil sarlavhasidagi havola orqali obuna bo'ling.